Assalomu alaykum barchaga. O'tgan videomizda sizlarga bitta mashinani qanday qilib zaifliklarini topib va buzish yo'llarini ko'rsatib beraman degandim. Siz undan oldin like va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bo'lmasa boshladik. O'tgan safar biz virtual mashinamizga virtual tizimimizni yuklagandik, ya'ni bitta serverimizda desak bo'ladi yoki mashinani desak ham bo'ladi. Sunset degan, uni siz Woolen Hub'dan topishingiz mumkin. Sunset deb yozib chiqadi quyosh botishi. Ya'ni sunset haqida ma'lumotlar beryapti. Siz mana yuklab olishni bosasiz va yuklab olinadi. Zipni chiqarasiz, unzip qilasiz. Tarmog'imizni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Nastroykasiga kiramiz. Bridge adapterda turishi kerak. Kali Linux mashinamiz ham o'sha Bridge adapterda turishi kerak bo'ladi. Demak, buni ishga tushirib olamiz. Ishga tushyapti. Bizning Kali Linuximiz ishga tushgan. Mana bu ham ishga tushyapti. Ya'ni buni bitta serverni bo'lsak yoki qandaydir tashkilotni kompyuterida bo'lsak ham bo'ladi. Mana bizga kirish uchun login parol beradi, lekin biz login parolni bilmaymiz. Biz unga kira olmaymiz. Demak, buni ishga tushirdik. Biz bitta tarmoqda bo'lishimiz shuning uchun kerak bo'ladi. Biz tarmog'imizni skanerlab boshlaymiz. Aytgancha, birinchi buni skanerlashdan oldin bu faqat o'quv mashg'uloti sifatida ko'rsatilyapti. Buni haqiqiy serverlar, haqiqiy qurilmalarga ishlatish qat'iyan taqiqlanadi va qonunan jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib tarmog'imizni skanerlab olamiz. Skanerlab oldik. Biz bilamiz uni MAC adresini, ya'ni boshqa qurilmalar o'zimizni tarmog'imizdagi u mana shu IP manzilda bo'ladi. IP manzilni oldik. Olganimizdan keyin Nmap orqali skanerlab olamiz. Ya'ni Nmap tarmoq skanerlash uchun juda yaxshi vosita hisoblanadi. Ya'ni network mapper, tarmoq xaritalovchi desak ham bo'ladi. Parolimizni noto'g'ri teribmiz. Mana bizga ma'lumotlarni chiqarib berdi. Ya'ni Nmap orqali SV, ya'ni servis versiyalari bilan chiqarib berdi bizga. Ya'ni bizga nima uchun kerak? 21-port. FTP porti ochiq, TCP da ishlayapti, ochiq turibdi va uning versiyasi mana bu. SSH porti ham ochiq, 22-portda ishlayapti va uning versiyasi mana shu versiyada turibdi. Biz buni shu versiyalar orqali, zaifliklar orqali ham kirsak bo'ladi, FTP serveriga ulanib orqali ham kirsak bo'ladi. Demak, yana bitta knopcha bo'lsak o'zimizga qulayroq bo'ladi. FTP orqali kiramiz. Ya'ni kirishga harakat qilamiz. Agarda uning parollar default parolda bo'lsa, FTP serverlarning ko'pincha username anonymous bo'ladi. Username OK. Endi paroli, ko'pincha parol bitta enter ham bo'lishi mumkin yoki bitta probel ham bo'lishi mumkin yoki elektron pochtani parolni yozib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Biz shunchaki bitta enterni bosamiz. Demak, bizga failed berdi. Yozishda menimcha xato qilganmiz. Exit qilib chiqamiz. Yana boshqatdan ulanishga harakat qilamiz. Anonymous. Mana. S dan keyin E harfini noto'g'ri yozibmiz, ya'ni anonymous yozilar ekan. Mana biz login successful kirdik. Endi biz tekshirib ko'ramiz. ls komandasini beramiz. Unda mana fayli mavjud ekan, ya'ni backup fayli. Biz FTP serverdan get orqali faylni o'zimizga ko'chirib olishimiz mumkin.
Demak, ko'chirib olindi. 100% bo'ldi. Biz chiqib ketamiz. Backup faylini ko'ramiz. Ya'ni backup faylimiz mana o'qib ko'ramiz. Backup faylimizning ichida hashlangan ma'lumotlar bor ekan. Shifrlangan desak ham bo'ladi, hashlangan desak ham bo'ladi. Ya'ni mana Sunset uchun yoki Sky Data Center, Office uchun, Space uchun biz Sunsetni hashdan yechamiz. Ya'ni hashni kopirovat qilib olib, bitta kopirovat qilib oldik, ya'ni nano qilib misol uchun sound.txt deb yozamiz va ichiga tashlaymiz. Ctrl X, Y, Enter orqali saqlab chiqib ketamiz. Endi Jones Repair orqali buzishga harakat qilamiz. Ya'ni Jones Repair mana shu hashlangan ma'lumotlarni buzish uchun, ya'ni yaxshi vosita desak bo'ladi. John deb sound.txt ni yozamiz. Bo'ldi, demak loaded the password deyapti. 512 da qilingan, o'shani buzibdi. Biz buni endi o'qishimiz kerak bo'ladi. John show sound.txt. Shu orqali biz sound.txtni ichidagi hashni parolni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, chir 14 ekan. Biz uni parolni oldik. Buni kopirovat qilib olamiz va bizda bor edi SSH port ham ochiq. 22-portda ishlayapti. Biz o'shanga ulanib ko'ramiz. Demak, SSH orqali ulanishimizda SSH bo'ladi va username sunset va bizdan IP manzil so'raladi. IP manzilimiz 192.168 100.185. Enter. Bizdan so'rayapti parol kiritishimizni. Biz parolni bilardik. Chir 14 ni kiritamiz. Mana biz Sunsetga ulandik. Uning tizimiga buzib kirdik desak ham bo'ladi. ls qilib ko'ramiz. User text turibdi. Buning uchun o'qib ko'ramiz. Mana. Bizga aytilgan flag qo'lga kiritildi. Ya'ni biz flagni oldik. Xuddi mana shunday qilib mashinalar buzib kiriladi. Ularning zaifliklari orqali, ularning o'sha tizimlari orqali ma'lumotlarni o'g'irlab, xuddi shunday qilib o'quv tarzida ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. O'sha Vuln Hub sayti juda qo'l keladi. Ya'ni pentesterlar uchun, ethical hackerlar uchun. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, obuna bo'lish esdan chiqmasin.